assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahongir, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Bugungi Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Qaysi bir yaqiningiz nomidan kim deb o'ylaysiz? Yaqinlarim ko'p kompaniyada. Aha, aynan. Yuragingiz kimning ismini aytyapti? Aytavering-chi. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan inson. Bolaligingizdan beri sizni biladigan inson. Ayammi? Yana. Kim? Yana. Ayangizga yaqin insonlardan. Singlimmi? Yana. Ko'pchilik bilasiz. O'zlari musofirda. Singlim, xolam bor. Qaysi xolangiz? Xursida xolam bor, Faya xolam bor. Albatta, xolajonlaringiz nomidan tabriklab turibman. Rahmat. Xurshid opa bilan gaplashib qoldim. Nima deb tabriklay jiyaningizni desam aytdilarki, bilasizmi, bugun tongda uyqudan uyg'ondimda Jahongirning yoshlik chog'larini esladim. Jajji bolaligini esladim. Qo'limga ko'tarib yurgan paytlarni esladim. Yillar shu qadar tez o'tibdi-ku, mani jigarim, mani o'g'lim deganman. Mani o'g'lim bugun 30 bahorni qarshi olibdi. Juda ham yaxshi ko'raman. Yuragimni to'g'ri bilan, qalbimni qo'ri bilan yaxshi ko'raman. Men doim uni yaxshi kunlarda hozir yonida emasman. Quvonchli kunidan bag'rimga bosib tabriklab yuzidan o'p olmayapman. Lekin men o'g'lim bilan, men jigarim bilan qalbim birgaman. Men juda ham yaxshi ko'raman. Mehrim o'zgacha. Faqatgina bizni ko'zimizni quvontirib yuradigan mana shunaqangi mehnatga sabrli, bardoshli vrach bo'lib, bundan-da juda baland parvoz niyatlarini qilamanki, cho'qqalarni zabt etsin, men xursand bo'lib yuray deyaptilar. Agar yillar davomida salgina men uni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, qalb gavhariga ozor bergan bo'lsam, uzr so'rayman. Chunki men o'zgacha yaxshi ko'raman. Samimiy, oq ko'ngil meni jiyanim. Har safar gaplashkim keladi, har safar yonida bo'lib qolgim keladi. Odamzodga faqatgina kuni yaxshi kundan iborat bo'lmas ekan. Hayotida turli Allohimning sinovli kunlari bo'lar ekan. Mana shunday kunlarni ba'zida boshimdan o'tkazayotgan paytim Jahongirni eslayman. Shu jiyanim bo'lsa, ba'zida dardlashkim keladi qanaqadir. Sizga she'riy ta'riflari bor ekan, qabul qilasizmi? Qabul qilamiz albatta. Marhamat. Anqoning urug'i menga qarindosh. Dard to'lib ketganda topilmas sirdosh. Nomardu nokasga hech egmasin-da bosh. Jahongirning omadin bergin Xudoyim. Yigitlar sarasi, ko'ngli oq, sodda. Kechagi arazi qolmaydi yodda. So'rayman duolar qilib bomdodda. Mani jigarimning omadin bergil Xudoyim deya mana shu she'riy ta'rifni aytib berishimizni iltimos qildilar. Rahmat hammasi uchun. Juda chiroyli, juda ajoyib, xursand bo'ldim. Xolajonimizga ham rahmat, hammalariga rahmat. Ular doim bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib yursinlar. Ilohim. O'z ko'nglim juda bo'shab qoldi. Xursand bo'ldim. Sizlarni tashkilotinglarga ham katta rahmat. Har doim mana shunaqangi yaxshi kunlarda yanada chiroyli, fayzli qilib o'tkazishlaringizga omad tilayman. Ilohim. Juda xursand bo'ldim. Juda. Sizni nafaqat xolajonlaringiz nomidan, balki Palma kompaniyasi nomidan alohida tabriklaymiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Ilohim, farzandlaringiz rohatini rohatlarda ko'rib yuring, dadajoningiz, onajoningiz ko'zlarini doim quvontirib yuring. Kompaniyani juda oldindan taniyman, o'zi Samarqandga ishlagan paytlarim, ularni glavniy ofisiga ko'p borganman. Shu rahbarlar Alloh yaxshi bo'ladi, azal qiladi.